O'rtoqlar, men bu hozir quyonchani ancha oldin to'qigan edim, lekin oxirigacha hali bitmagan joylari bor edi. Anchadan beri yotuvdi shu. Hech hafsala bo'lmayotgandi. O'shani hozir to'g'iladigan joylarini to'g'illadim. Mana bu yerga xvostigini tikib qo'ydim. Oyoqlarini sal mahkamlab qo'ydim. Men bu yerda burnichasiga mana bunaqa burun yopishtirsam, ip yopishib qolibdi. Mana bunaqa. Shuni yopishtirib qo'ysam bo'ldi. Keyin birkasini taqaman. Shunaqa ko'ynecha kiyg'izib qo'ydim. O'zi bu boshqa quyonchaniku edi. Endi men bunga kiydirdim. Oyoqlari mana bunaqa qimirlaydi, o'tiradi. Shunaqa o'zimga yoqib ketyapti. Buni podarka qilmoqchiman xo'jayinimni o'rtoqlarini qiziga. Hali paketikka solib upakovka qilaman, uni ham ko'rsataman. Mana bu yerda yana zaychiklarim o'tiribdi xryushechka. Bu yana bitta chala ishimdan bittasi. Buni ham bitirishim kerak. Mishka. Qaranglar. Shunaqangi shirin, lekin anchadan beri yotibdi bu ham. Shuni ham bitirib qo'yishim kerak. Hech ham shunga qo'lim bormayapti, yetib bormayapti. Keyin Uzum marketda magazin ochdim. Bitta ikkita o'yinchog'imni qo'ydim. Boshida rosa qiynaldim. Qiynaldim. Tovar qo'yayotganda juda ham ko'p to'ldiradigan joylari bor. Nimasida qiynaldim? Rasm qo'yganda rasmni o'zini formatlari bor ekanda Uzum marketda. Men olgan o'sha rasmlar formati bo'yicha to'g'ri kelmadi. Xullas shu Uzum marketni ishchilariga murojaat qildim. Anaqa Telegramda kanal bor ekan. U kanalda hamma mana shu Uzum marketdagi juda ham ko'p o'sha sellerlar, sotuvchilar o'sha qanaqadir o'zini qiyinchiliklari bo'lsa, kartochka to'ldirganda yoki sotuvda qanaqadir savollar bo'lsa, hamma o'sha yerga yozib, bir-biriga yordam berib, javoblar olishar ekanda. Shu kanalni topib, o'sha kanalga qo'shilib, men ham o'sha savollarimni berib, xullas bir amallab rasmimni qo'ydim, joyladim, korrektirovkalar qildim va o'sha bitta joylab boryapman-da, lekin hali sotuv bo'lgani yo'q. Endi bizani mentalitet, bizani mana shu O'zbekiston hali unchalik tushunmaydi. Mana qo'l mehnatini. Masalan, boshqa davlatlarda ko'p mana youtuberlarni, kanallarni ko'raman. Mana shu to'quvchilik bilan shug'ullanishadi. Faqat to'quvchilik bilan emas, masalan, tikadi nimadirlar, o'zi qo'li bilan ishlagan yoki har xil masalan shag'amlar yoki xullas qo'l mehnati bilan qilingan narsalarni sotishadi. Mana shu marketplacelar orqali yoki har xil выставкаlar orqali sotishadi. Ularda продажа ancha katta.
Xullas kechasi soat 2 man hozir to'qib o'tiribman. Men shu kukulkaga yana bitta ko'ylak to'qiyapman. Ko'ylakmi yoki koftochka bilan yubka qilamanmi hali aniq emas. Yana bitta kiyimcha to'qishga qaror qildim. Mana bunaqa mana koftochka, как koftochka, jiletkami nima deyiladi? Jiletka, shimi, hali buni iplarini bekitganim yo'q. Keyin mana jaket, mana bunaqa cho'nchagi ham bor bu yoqda ikkita tomonda. Mana bunaqa ko'ylagi bor ichida. Mana bunaqa ko'ylakcha. Keyin yostiqchasi. Mana bu ustiga yopishga yoki nima deydi? Endi bolalar yaxshi ko'radi-ku, kichkina qizlar o'ynashi. Mana bunaqa sumочкasi bor. Yana bitta mana bunaqa sumочка bor, lekin bu hali oxirgacha tayyor emas. Hozir shuni to'qiyman. Keyin yana bitta kiyimchasi bor. Bu ham hali oxirgacha emas. Mana. Hali hammasini kiydirib ko'rsataman. Mana ko'ylagini o'zi bu juda ham yumshoq alpaka ipidan to'qilgan. Alpaka ipidan to'qidim. Orqasida mana bunaqa boylanadi. Kiyib yechishga oson bo'lishi uchun. Lekin shunaqangi yumshoq ip. Mana bunaqa nima deydi? Varsinkalari bor. Kamerada unchalik bilinmayapti, men bu вживую shunaqangi nima desa bo'ladi? Нежный, chiroyli. Mana bunaqa jaket bu, lekin qattiq ip. Nima deydi? Sherstga o'xshaganmi? Qo'pol ip mana bu. Buni ipi juda ham yumshoq, mayin. Mana bunaqa koftochka chiqdi. Как topikka o'xshab chiqdi. O'zi ko'ylak qilmoqchi edim, lekin ko'ylak qilmaydigan bo'ldim. Shunda qoldiraman. Chunki bu ip juda ham qattiq chiqarganda bu ipdan. Shuning uchun kamerada hozir juda ham qizil ko'rinyapti. Tak hayotda ozgina bunaqa svetli qizil emas, to'qroq rangi. Bu 100% HB bo'lgani uchun, paxta bo'lgani uchun bu ip nima deydi? Juda ham qattiq chiqyapti-da, ko'ylak bo'lmaydi bundan. O'shuning uchun ko'ylak qilmaydigan bo'ldim. Shunaqa koftochka qilib qoldiraman. Orqasini mana bu yerga knopochka qo'yaman. Чтобы yechintirib kiyintirishga qulay bo'lishi uchun. Tagiga menimcha shimmi yoki nima qilsam ekan. Men bu shimam, lekin to'g'ri kelyapti bu koftochkaga. Va yaxshi ololmayapman boru videoga. Mana
Hozir videoda unchalik ko'rinmayapti hayotda. Qanani sumочкasi. Mana shunaqa kiyintirib sumочкani olsa. Bu ham to'g'ri keldi. Yoki men bu sumочкami? Bu boshqa ip lekin. Bu такой ozgina sherstga o'xshagan ip. Mana vorslar bor. Ama bu ip, bu paxta. Shuning uchun qattiqqina chiqyapti-da. Men bu ham unchalik pishni bo'lib chiqmadi. Qattiqroq bo'lib chiqdi o'shaning uchun. Ko'ylak qilmaydigan bo'ldim. Баюш. Волосы смотри, у меня настоящие, да? Потрогай. Волосы. Ага. Вот здесь на кнопочку нажимай. Такие длинные волосы. Ой, а что, батарейки вытащил, что ли? Мешать. Посмотри, там где-то кнопочка должна. Ой, София. Или на этой руке. Вот здесь что-то есть. Это инструкция. Нет, это... Ну-ка дай. Папе, да? Mana бутылочка, София. Ой, bu chochini uzunligi. Что, это вроде вытащил. А куда нажимать? Еще коляска. Вот такая штука уже будет получается. Я собрала своих птичек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук у меня здесь получается. Yo'q, buni ochmaymiz, qizim. Ochmaymiz buni. Ocholmayman. Mana adasi chiroyli kostyumchik olib kelibdilar, faqat sal kattaroq ekan. Kiyib oldi. Birkasini ham hali olganimiz yo'q. Da, Sofiya. Men bitta mana adyalka solib beruvdim. Qo'g'irchoqlari bilan o'ynab o'tiruvdi. Da? Da? Ozingiz sana. София, красиво? Красиво! Bizda yangi yil shukuhi. Kameraga anaqa uncha bilinmayapti. Meni choy qo'ylar aytgancha men choy qo'yish ko'zimcha chiqdi. Mayda mana anaqa teftel masalani uzoq qaynash kerak. Qizlajonlar va nihoyat ancha oldin olib qo'ygan videolarimni montaj qilib chiqardim. Har xil paytda olingan videolar. Bu onamni tug'ilgan kunlarida olingan ozgina olgan videoyim. Oldin kanalimni rus tilida olib borardim. Hozir o'zbek tilida gapirishga qaror qildim. Agar videolarim yoqadigan bo'lsa, поддержка qilinglar, reaksiyalar qoldiringlar. Hammaga rahmat. Videoni ko'rishda davom etinglar. Ой, сколько шаров? 3. Где? Вон. Раз, два, Далеко. 3 шара. Только на камеру это не передается. Не порви только, аккуратно. А как я не умею аккуратно?
Дай маме пищать. София! Я хочу свой мячик достать. Открывай, София, смотри. Как она тебя откроет? Ну-ка мячик дай, Элифа. Еще на. Как он назывался, где он должен был улететь? Машинка вот. После бани Звездочка. Вот, остался. с легким паром. С легким, да? Вот самолет. Это не знаю что. А, это кораблик. Корабль. Так. Мне надо... Дай-ка. Вот сюда вот. Засунуть. А что, она нормально висит? Она застряла.